Hazreti Ömer Adil hacetxonaga kirsa, hacetxonada shaytonni ko'rgan ekanda, bir burchakda tiqilib o'tirgan ekanda, qo'lida qoshiq o'xshagan narsasi bor deydi. Shaytonni nima qilib o'tiribsan bu yerda desa, hojatxonaga bosh kiyimsiz kirganlarni boshidan bavul qilib hojatxonaga tupurganlarni tupugini yig'ib yuraman degan ekan. Nima qilasan yig'ib ketsa, umrini oxirigacha tupugini yig'aman. Dunyodan o'tar vaqtida inson chanqaydi. Chanqagan vaqtda suv talab qiladi. Suv talab qilganda mana suv bor, zamzam suv bor deb aldab, iymonni o'g'irlab, o'zini yiqqan tupugini yuziga sochaman degan ekan. Astagfirullah. Astagfirullahal azim. Shuning uchun jamoat, ko'pchilik, yaxshilar hojatxonaga kirganda tupurmanglar. So'zlamanglar, sigaret chekmanglar masalan. Ayniqsa bolalarimiz, yigitlarimiz adashsin oyisini bekatda tualetda borib chekib o'tiradi. Tualet sigaret chekadigan joy emas. Tualetda nafaqat tez o'tirib, tez chiqib ketish kerak. O'tirib olib, sigaretni chekib, telefonni o'ynab o'tirmaslik kerak. Ota-onadan qo'rqib tualetda borib chekadigan yigitlarimiz